Assalomu alaykum. Bugun siz bilan hayotimdagi eng katta burilishlardan biri chet tilini bilish mani salkam $30,000 kontraktdan qanday qilib qutqarib qolgani haqida hikoyam bilan bo'lishmoqchiman. Bu hikoyani bo'lishimdan maqsadim chet elga o'qishga topshirmoqchi bo'layotgan yoki allaqachon yo'l hozirligini ko'rayotgan yoshlar uchun manfaatli bo'ladi deb o'yladim. Umid qilamanki, mana boshimdan o'tgan voqea kimdir uchun ogohlantirish, kimdir uchun dalda va yana kimdir uchun esa to'g'ri qarorni qabul qilishga turtki bo'la oladi. Avvalo o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Dilnoz. Koreya Incheon shahridagi Inha universitetining birinchi o'zbekistonlik bitiruvchi talabalaridanman. 2013-yilda Koreyaning nufuzli Inha universitetidan siz 100% grant asosida 4 yillik bakalavr darajasiga o'qishga qabul qilindingiz degan rasmiy xatni qo'limga oldim va ota-onamni, yaqinlarimni duolari bilan qaydasan Koreya deb yo'lga chiqdim. Ammo shuni tan olishim kerak, men u paytda chet el hayoti, chet elda o'qish qanaqa bo'ladi, o'qish tizimi haqida yoki baholash mezonlari haqida hech qanaqa tasavvurga ega emas edi. Hatto semestr boshida men darslarim qaysi binoda, qaysi xonada o'tirishini bilmasdan bir hafta davomida adashib yurgan paytlarim ham bo'lgan. Men kelajakda koreys tilidan professor bo'laman degan niyatda koreys tili va adabiyoti fakultetiga topshirgandim va bizning fakultetda o'shanda chet ellik talabalar faqatgina bitta qo'l barmoqlari sanaladigan darajada kam edi. Shunday qilib, men bir haftani shunchaki o'tkazib yubordim, hech nimani bilmasdan, shunchaki binoni aylanib chiqqanim qoldi xolos. Lekin menda savollar juda ko'p edi. Shuning uchun keyingi haftani boshidan men qabulxona bo'limiga bordim. Chunki qabulxona bo'limi boshlig'i bizani O'zbekistonda suhbat asosida shu o'qishga qabul qilgan xodim edi. Qabulxona boshlig'iga hamma narsani aytdim. Men darslarim qayerda bo'lishini bilmayman dedim. O'zbekistonda bizga semestr boshlanishidan oldin mana bitta raspisiya berilar edi. Bu yerda ham shunaqa raspisiya bormi? Qayerdan olishim mumkin? Hamma savollarimni so'radim. Qabulxona boshlig'i meni fakultetimga telefon qilib, bir semestr davomida qaysi fanlar o'tiladi, umuman meni raspisaniyamni olib berdilar va bitta o'zlari tanish bo'lgan professorni menga kurator qilib tayinlab berdilar. Koreys tilini bilib borganim meni semestr davomida fanlarni o'zlashtirishimda juda ham katta yordam berdi. Ammo lekin biroq shu yerda hamma narsa tugamadi. Bitta katta qilgan xatoim sabab men keyingi semestrda salkam $30,000 kontrakt to'lash xavfi bilan yuzma-yuz keldim. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 100% grant asosida qabul qilindingiz degan xatni olganim bilan, semestr tugashi bilan men universitetimizda moliyaviy bo'limidan siz keyingi semestrda kontrakt to'lashingiz kerak degan rasmiy xat oldim. Va shu xatni olganimdagi shokni haligacha unuta olmayman. Nima qilishni bilmayman, qayerga borishni bilmayman, kimdan so'rashni bilmayman, ota-onamga ham aytishni bilmayman. Umuman shunaqangi shok holatiga tushganman. Bu narsani hozir so'zlar bilan ifodalab bera olmayman sizlarga. Keyin angladimki, meni eng katta qilgan xatoyim bu o'qishga borishdan oldin chet el, ya'ni o'zim topshirgan universitetda baholash sistemasi qanaqa, umumiy o'qish tizimi qanaqa, hech qanaqa savollarga javob olmasdan meni o'qishni boshlab yuborishim bo'lgan. Chunki men o'ylaganman, hatto 4 yil davomida grant asosida o'qishga qabul qilindingiz degani, bu 4 yil davomida bahoyim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar men o'sha 4 yil davomida byudjetda o'qiyman deb o'ylaganman. Bunga sabab O'zbekistondagi universitetlar bilan taqqoslaganim bo'lgan. Kontrakt haqidagi xatni olishim bilan shok holatida men yana o'qish admission bo'limiga yugurdim va ularga xatni ko'rsatdim. Ular keyin mana shu xatni olgandan keyin menga tushuntirishdiki, men reyting tizimiga asoslangan grant bilan o'qishga qabul qilingan ekanman. Ya'ni semestr davomida olgan baholarim umumiy reyting bo'yicha belgilangan bahodan past bo'ladigan bo'lsa, meni grantim bekor qilinib, kontraktga tushishim aniq ekan. Bu reyting boshqa talabalar natijalariga ham bog'liq edi. Eng qiyin tomoni, men koreys tili va adabiyot fakultetida koreys talabalar bilan ularning tilida dars o'tib, ularning tilida
imtihon topshirganman va mani bahoyim ularnikidan ko'ra past tushishi bu tabiiy holat edi. Va o'sha payt menda qanaqadir shijoat paydo bo'lgan, chunki qaysidir ma'noda bu vaziyatga tushishimga ular sababchi deb bilganman. Nimaga suhbat jarayonida yoki suhbatdan keyin bizga grant shartlarini tushuntirishmagan deb ularni o'ziga aytdim. Ular bilan to'liq koreys tilida faktlarga asoslangan holda gapirdim. Ya'ni bizga grant haqida umuman hech qanaqa ma'lumot berilmaganligi, kontraktni haddan ziyod yuqoriligi va men albatta universitetni tugatishim shartligi haqida tushuntirdim. Endigina 18 yoshga to'lgan, umrida birinchi marta chet elga chiqqan qiz uchun bu judayam katta sinov edi. Ammo aynan til bilishim menga o'zimni himoya qilish, fikrlarimni aniq-tiniq yetkazib bera olish va imkoniyatimni saqlab qolish imkonini berdi. Uchrashuv yakunida qabulxona boshlig'i keyingi semestr uchun kontrakt puli to'lashing shart, lekin biza senga mana shu pulni topishda yordam beramiz deyishdi. Va mana shu nuqtadan boshlab koreys tilini bilishim men uchun qanaqangi eshiklar ochib berishini tasavvur ham qilmagan ekanman. Bo'lim boshlig'i suhbat davomida meni koreys tilida ular bilan bemalol erkin suhbatlashayotganimni ko'rdi va aynan mana shu jihatim ularni ishonchini mustahkamladi va ular menga ta'til davomida, ya'ni 2 oy vacation davomida shu qabulxona bo'limida ishchi sifatida ishga taklif qilishdi. Aslida men kelgan grant shartlariga ko'ra meni ishlashim mumkin emas edi, lekin shunga qaramasdan meni tilni qanchalik bilish darajamni ko'rib, shijoatimni ko'rib, o'zimni himoya qilib olganimni ko'rib, ular menga yordam berishdi va hamma mana shu vacation davomida 9 dan 6 gacha qabulxona bo'limida yordamchi sifatida ishladim. Ish jarayonida esa mana shu tilni qanchalik faol, to'g'ri qo'llay olayotganligimni ko'rib, xalqaro aloqalar bo'limi ham menga tarjima ishlarini berib turishdi. Chunki Inha universiteti bu IT sohasi bo'yicha va logistika sohasi bo'yicha Koreyada top universitetlardan biri hisoblanardi. Shu sabab O'zbekistondan aynan mana shu yo'nalishdagi vazirliklar xodimlari, universitet professorlari, universitet rektorlari malaka oshirish uchun tashrif buyurishar edi bizning universitetga va men ularga tarjimon sifatida yordam berib turardim. Albatta bu mehnatim ham munosib tarzda ish haqi bilan to'lanardi. Keyingi semestr davomida ham mana shu universitet ichidagi bo'limlarda ishlab, o'zim uchun oziq-ovqat, kundalik xarajatlarim uchun daromad topdim. O'zimizda bir maqol bo'ladi-ku, tili kuygan qatiqni ham puflab ichadi deb. Shunday qilib semestr boshlanganidan asosiy e'tiborimni faqatgina o'qishga qaratdim. Tunlarni tun, kunlarni kun demasdan yod olib o'qidim. Alhamdulillah, har bitta semestrlarda shunaqa harakat qilganimga scholarshipni yana har bir semestr uchun yana va yana olishga muvaffaq bo'ldim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, koreys tilini bilib borganim meni nafaqat semestrlar davomida to'lanadigan kontraktdan saqlab qoldi, balkim universitet rektorini, universitetdagi bo'lim boshliqlarini, barcha professorlarni ishonchiga kira olishimda, o'zimni himoya qila olishimda va imkoniyatlar eshigini ochishda hal qiluvchi omil bo'ldi. Bu tajriba menda shu narsani o'rgatdiki, til faqatgina shunchaki muloqot vositasi emas ekan. Bu o'zimizni himoya qila oladigan qurol. Bu kelajakda imkoniyatlarni katta ochib beradigan tutqich vazifasi ham ekan. Meni maslahatim, ya'ni chet elga o'qishga bormoqchi bo'lganlar uchun yoki ishlashga bormoqchi bo'lganlar uchun albatta o'sha davlatni tilini o'rganib boring. Bu sizlarga judayam katta yordam beradi. Chet el tajribalari haqida yanada ko'proq bilishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.